Hammaga assalomu alaykum va barakatuh. Obunachilar bugungi videoda Sen buni bermading-da. Nima men hammangni bitta-bitta yo'qotishim kerakmi? Maktabga kech qolasan, turib tushak. Mana ko'p. Pichoq qani pichoq? Bitta-bitta ye, shu seniki hech kim yemaydi shuni. Ana shu yerda menga Qo'lingni kesadi hozir pichoq. Quvnoqdagi paraxodining kema jurnali 5-fevral. Choyingni chiqarmang. Lekin ey. To'kasan hozir. To'kildi. Bolam, ol-ye. Qornim to'q dedim-ku. Qo'shnidan bir sochiqcha olib keldi. O'zimizda ham bor-ku. Olib kelib qo'yda shuni bo'lmasa. Mana oqil. To'kiladi. To'kilma. Maktabga kech qolamiz. Ming marta aytaman, maktabga kiyadigan formangni dasturxon boshiga kiymadi bu palazga. Va toza bo'ldi, kiy tez bo'l. Men bo'ldim, bitta tugmachasi ortiqcha ekan ona. Qani sho'xlikka o'xshadimmi? Va mana bostirib kiyib yurgin. Tushundingmi? Shamollasang qo'llariga pul yo'q. Tez tashlaring. Labingni o'chiring. O'ylaysan. Hech narsa surmadim, o'zi shunaqa. Ha, ustoz remont pulini ham olib ketayotdilar. Chop, ertaga olasan. Uydan nashatni olib chiqdim, maktabga bir maqtan ichamiz. Menga ham berasan ketga. Qara, puling ko'paytirib bering, mana ikkita karusel, Anna sanga kachilo, Anna sanga atraksiyon, mana. Walt Disney Pictures представляет. Чётки bilana. Rano bilan safarga ketamiz. Zapar, ana zopak. Qalay maymun yo'qopdim senga? To'g'rim debdi, panda ham turibdi, bezrayib. Panda qarama, unga qarash pullik. Maymun tomosha tamom. Pip, kaputi bo'lsa olib ketaylik. Muattar bilan telefon shou ko'rgan ketyapmiz. Delfin show, ana delfin. Oho, ana delfin. Ijrolarni qarang. Oho, mana. Bu qiz sher ham bor ekan, buni qaranglar mana. Mazza qildik. Ana, do'kon mushtari bilan salonga ketyotdik. Ana zakkoni tonirovka, paldirovka bo'ldi, ol boshingni. Salonda bo'yab ham qo'yardi. Ana cho'tka, polovoy kraska qani? Kim telefon qildi? Yur, bos oldi. Menga asabiylashish mumkin emas. Mana ishxonadan Guli telefon qilgan. Nima telefon qildi? Qachon kelasiz deydi, boshliq so'ragan bo'lsa kerak. Shahboz aka, ertaga meni kiyim do'koniga olib borasiz? Ha, boramiz. Kimdan SMS keldi? Qo'ysin-chi. Menga asabiylashish mumkin emas. Mana sinfdoshim Aziz qachon ko'rishamiz debdi. Nima sizga qachon ko'rishamiz deb yozyapti? Yaqin 25-may sinfdoshlar yig'ilish kuni-ku o'shanga. Shahboz aka, qaytishda menga sho'rbaday olib berasiz? Ha, olamiz. Shahboz aka, kim ustiga qo'llamam naq qilayotgan? Hech kim. Menga asabiylashish mumkin emas. Institutda birga o'qiganmiz. Nargiz dedi shunaqa. Dilshod qarab zo'rashil ekan, eshitasan? Eshitaman. Ha, malades. Ke bolam bugun sen bilan kelishamiz. Onangni har narsaga asabiylashtirurma. Onang bilan meni o'rtamizga munosabatga yomon ta'sir qiladi. Yosh bolamassan-ku. Ke undan ko'ra kelishamiz. Shahboz aka, telefoningizni kodini ochib bering. Boshim og'ritma. Menga asabiylashish mumkin emas. Biz u bilan gaplashib olganmiz. Hammasi cho'tki. Nima? Aka, erimni ko'yligini dazmol qilaman deb kuydirib qo'ydim. Yerga tekkaningga 1 yildan o'tdi Dilshoda. Bolaga qarab qolib ketibman. Bitta yangi ko'ylak olib kelib bering. Mana Dolce Gabbana, Madina G'ijduvon. Rahmat. Aka, bolaga qarab qolib ketibman. Somsalarni kuydirib yubordim. Как раз nima ish qilaman deb o'zimizga yerga ko'targanimda zo'r ish topdingda. Mana kartoshkalik somsa, mana go'shtlik somsa, mana ko'k somsa, mana dinozavr somsa. Rahmat. Aka, bolani uxlataman deb o'zim ham uxlab qolibman. Eshik ochib qolib, sigirimiz ko'chaga chiqib ketib qolibdi. Men sizlarga ming marta aytganman, domga sigir boqmanglar deb. Tifalim qaynab erib ketibdi. Bolaga qarab qolib ketibman, aka. Aka, tifal tuzaldimi? Abdulla Qobbov onajonim qo'shiqini eshitsam bo'ladi. Putik. Iye, Ha, kuydimi? kuydi. Bola qarab tursan, kuydirib taqsan, o'zi qo'lingdan ish kelmaykan-ku. Anaqa. Qachon odam bo'lasan sen? Aka, anu mikrovolnovkani-chi? Ishga kech qolmas. Avtorik tayyorlaysanmi yo'qmi? Kim sekinroq gapiring, anta kirmoshina ichida ikkita tuxum bor. O'sha o'g'rib yeb keting, iltimos, bola uxlayapti. Dilshoda ham futbolkam nimaga hali ham dazmol qilmading? Muncha baqras bola uyg'onib ketadi, ana mikrovolnovkani ichida turibdi dazmol, to'kka-sukas qilaverasiz. Ha, rahmat. O'tinglar bir choy poy qilib beraman. Tuplab ko'rsangiz qizigan qizimaganligi bilinadi. Dilshoda, Ha, Naskevni ko'rmadingmi? anu qorami tuyacha rasmi bor? Ha. Yo'q, ko'rmadim. Qarang, o'zingiz sekinroq gapiring, bolamiz uxlayapti.
Shahboz aka, ertaga dugonalarimiz bilan gapimiz borda, o'sha 100 dollardan yig'ib bering. Kim bola uyg'onib ketadi? Iltimos 100 dollar bering. Kim bola uyg'onib ketadi? Iltimos. Shahboz aka, eshikni ochib bering, ko'chaga chiqib bo'g'ilib ketdim. Oddiy eshik quloq qilsang ochiladi. Chiq, mana chiq. Ozgina menga mehr bering, e'tiborsiz. Shahboz aka, Mamatga jo'xorini olib bering. Mana olsang bo'ladi-ku. Jo'xor qilmang menga. Voy. Ha, yordam bering, desa. Yo'q, men yuragim siqilyapti. Nega havoga? Wi-Fi kodini ichida. Shahboz aka, menga gaz yoqib bering. Hozir bir minut. Oddiy narsa-ku. Nima yoqmayapmanmi? Yo'qolsan, biram yo'qolsan. Shahboz aka, televizor pultini olib bering menga. Mana pult. Buncha sekin kelasiz, odam o'rnida ko'rmaysizmi meni? Shahboz aka, mana buni ochib bering. Ochiq turibdi-ku Dilshoda. Baqirmang menga. Shahboz aka, mana turg'izib qo'ying. Ha, kel. Qo'ying, o'zim turaman. Nohaq azoblardan qiynaldi jonim. Avo, oyi olib keting meni, menga umuman bu yerda qarashmayapti. Shoda tanga qaravyapman-ku, yana nima bo'lyapti? Urishmang meni. Adasi, qizimizni qarang, qoshlari qalinlashib chiroyli bo'pti. Menga o'xshaydi-da, o'zimni qoshim. Adasi, qizimiz umuman injiqlik qilmayapti. Kechalari yaxshi uxlayapti. Menga o'xshaydi-da, men spokойныйman-ku, o'zimni qizim. 24 bolaga men qarabman-u. Adasi, qizimiz kashasini oxirgacha ichib, malades qiz bo'lyapti. Конечно, men ham ovqatimni oxirigacha yeyman-u, menga o'xshab kachok bo'ladi. Siz kachokmisiz? Ah, bibisaradan biram shunaqa kelyapti. Menga o'xshaydi-da, men приятныйman-ku, вкусный bo'laman. Hecham buni cho'miltiraman har kuni. Shahboz aka bolamiz. Menga o'xshaydi-da. Tegida qo'llab qo'yibdi. Gapiring, kimga o'xshaydi? Sizga o'xshaydi-ya? Sizni ko'paysiz-ku shunaqami? Qatdan chiqqan o'zi senga o'xshaydi, menga o'xshaydi. Unaqa narsalar yo'q. Bor, tegini almashtir. Voy, bolamizni kulgichlari paydo bo'lib qopti, biram yarashibdi. Menga o'xshaydi-da. Zvachkalar bor, zvachkalar. Zvachka mening dedi, zvachka. Sen ashqini alg'in jomanda kerak emas jutaverasan zvachkani. Yo'q, beras. Bo'ldi, qo'yanch qilaman qizim. Jetdingiz mas qabih niyatingizga. Nechta zvachka? 10 ming. Kartadan to'lasa bo'ladimi? Faqat naqd. Menda faqat karta. Naqd bo'lsa beraman, bo'lmasa yo'q. Dada. Odamlar yaqinda Mars qo'yachyapti. Suni intellekti o'zi yaqinda zvachka ishlab chiqaradi. Siz hali karta naqd o'tiribsiz. Beraman endi kartadan tashlayveraman. Faqat naqd bo'lsa beraman. Ha, zvachka olmasa ekanmizda, bo'lmasa. Lekin shunday zo'r zvachka edi-da, sizgina. Zvachka. Hozirgina bir asad qotil ekansan, naqd pulni ochiqlar hatdan olamanmi? O'z vaqtim yo'q, hali mashina moyka qilishim kerak. Mashinangni o'zim yuvib beraman, faqat naqd bersang bo'ldi. Hali uyga produkt ham qilishim kerak. Kuch, hammasini o'zim olib beraman. Vaqt yo'q, chala qolgan uchastkani ham bitirishim kerak. Ha, shoshganda o'zim bitirib beraman. Qo'llarimni ham o'zim to'y qilib beraman. Naqd ber. Naqd bo'lgan odam ekansan, naqd qaydan olaman? Bankomatdan. Komissiyasi bo'lsa-chi? O'zim karta bormi? Bor. O'zim karta bor. Pul bor. O'zim karta bilan istalgan bankomatdan komissiyasiz pul yechib olishim mumkin. Ziqna boboy bo'lsangiz, zo'r narsa aytdingiz. Mana 10 ming. Zvachka 12 ming. Qanaqasiga? Hozir mana 10 ming dedingiz-ku, dash bankomatda ham komissiya yo'q ekan. Zato menda bor komissiya. Ne onasini yemsin? Ha, dada, josh qilmang. Bu dunyoda hamma narsa komissiyasiz bo'lishi mumkin. Lekin shu odamlarning nafsi komissiyasiz bo'lmas ekan. Nima bor? Haqa qilmang. Men senga ko'chaga chiqib o'yna dedimmi? Qo'rqitmichiga aka. Men qilganim yo'q-ku. Nima ish buyurdim senga? Ona o'ra bo'lik va'da qilibdi. Bor dadangga yordam ber. Baqani ichini tozalab to'lib ketibdi. Ketmayapti-ku bu. Aka, mana bu bilan tozalab ko'ring. Aka, to'xta. Aya. Ur, bir baquvvatroq qil. Ur, kuching bormi, bolam? Uraman shuni. Ana shunday loyiqsa tutun chiqmaydi. Tegma o'zim qilaman. Dadasi, shuni ganch qiling. Aralashmasan chop oqotingni qil zakkonim.